Davlat idoralarida qog'oz ko'tarib yugurishdan charchadingizmi? Endi buning oddiy va qonuniy yechimi bor. Ko'pchilik hamon davlat idoralariga borib soatlab navbat kutib qog'ozbozlik ichida sarson bo'lmoqda. Vaholanki bugungi kunda bu muammolarning yechimi telefoningiz yoki kompyuteringiz ichida. Murojaat.gov.uz davlat idoralari bilan muloqot qilishning eng tezkor va shaffof onlayn platformasi. Jarayonni boshlash uchun istalgan davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurib, bepul elektron raqamli imzo olasiz. Imzoni kompyuteringizga o'rnatib, murojaat.gov.uz saytiga kirasiz. Ariza, shikoyat yoki taklifingizni elektron shaklda to'ldirib yuborasiz. Bu usulning afzalligi sarsongarchilik yo'q. Hech qayerga bormaysiz. Mutlaqo tekin, hech qanday to'lov talab etilmaydi. Siz ariza yuborganingizdan so'ng u tegishli tashkilotga yo'naltiriladi. Mas'ul xodimlarning o'zlari siz bilan bog'lanishadi. Masalaga oydinlik kiritishadi va belgilangan muddatda rasmiy javob berishadi. Zamon shiddat bilan taraqqiy etyapti. Biz esa o'z huquqlarimizni zamonaviy usulda talab qilishni o'rganishimiz kerak. Bu ma'lumotni o'zingiz uchun saqlab qo'ying va albatta eshikma-eshik yugurib, sarson bo'layotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham ortiqcha ovoragarchilikdan qutulishsin.